То есть u yerda tovar olib kelyapmiz deyilgan, lekin asosan soliqdan qochish, bo'yin tovlash, obnal. То есть men ishdan uyga ketgan vaqtlarim, ular ketish payt shunaqa pul yig'ib, pul olib kelishli bo'lgan ekan shu paytda. Men u narsadan xabarim bo'lmagan. Bilganimdan keyin Alisherlarga aytganman, mana summa, то есть u yerda juda katta miqdorda soliq chiqib kelgan firma bo'yicha. Firma bo'yicha soliq chiqqandan keyin уже u odamlar yolg'on gapirib, to'lab yuboramiz, xavotir olma. Anaqa bo'ladi, hammasini to'g'ri tushuntirib. То есть bu yerda ham yolg'on ishlatib, mashinniklik deyiladi. Mashinniklik qilib, uydagilarimni ham, meni ham shu payt aldashgan. Eng yengil, men kutmagan jazoda, men kutmagan edim unaqa jazo tayinlanishini, to'g'risi.